Podarkalarni ko'rsatib bering. Birinchi umradi. Havo. Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilarimiz. Xudo xolasa bugun jamoa ukamiz o'tirgan konkursni g'oliblarini sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. 2 oy bo'ldimi uka? 2 oy bo'ldi xudo 2 xolasa. oy davomida programmistdan, kompyuter programmistdan, programma tuzatganlarni, shu vataturning ichidan tuzatib borganmiz. Xudo xolasa hozir 5 odamni shu vataturning ichidan aniqlaymiz. Keyin ish kunimiz 3-yanvar kuni 3-dami, 4-dami, 5-dami shu 5 odamni chaqiramizdan keyin kim mana o'tishganini yana vatatur orqali aniqlaymiz. Prямо ishlatib Havo. Shukrullah. Ma. Ushab tursanmi? Ma, sen qarab turasan. Bizlarga ko'rsatib tur. Bo'ldi. Ko'rindikmi? Normalmi? Asal birinchi odamni xudo xolasa aniqlaymiz. Hammaga omad tiling Allohga. Ko'rsatma yo'lashtirib olasiz. Chindan bir odamni aniqlaymiz. Tak, birinchi o'yinimiz g'olibini aziz sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bismillah. Tak, Dilshodda ham mijozimiz ekan. 91 090 17 99 telefon nomeri. 431 da ham mashinadagan ekan. Red Bull programma 9-dekabr kuni bizda tasdiqlangan ekan. Ha, dekabr. 9-dekabr. Xudo xolasa birinchi ishtirokchimiz uni aniq bo'ldi. Zavod ikkinchi so'zni gap qiladi. Hali kimdan navot tushgani noma'lum. 5 odamni prosta aniqlab turibmiz. Shuning ichidan keyin kimdan navot tushganini aniqlaymiz. Bu ikkinchi ishtirokchimiz. Tak, Tohirbek degan ekan. 95 nomer ekan. 23-noyabrda qilingan ekan programma. Bu programma qirilgan. Xudo xolasa yana ikkinchi g'olibimiz ham aniqlandi. Bular hali navot tushganini aytamiz. O'zlari tanlaydilar navot tushganini. Bu ham shunday vaqtda o'yin bo'ladi. Aralashtirib turibmiz. Vataturlarni dirsagilarga kelib qolibdi. Shuni to'g'rina. Aralashtirib qo'limizda hech nima yo'q. Hoppa. Bir odam olamiz. Navbatdagi g'olibimiz. Tak. Hoppa. Farhodda ham mijozimiz ekan.
278 degan mashinadagi Red Bull programma o'rilgan 5-noyabr kuni. 3-g'olibimiz ham aniqlandi. 4-g'olib. Tamam. Bu 4-ishtirokchimiz. 4-g'olibimiz desak ham bo'ladi. Shamshod degan ekan, og'amizning adi 2-noyabrda qilingan ekan, Red Bull programma. 4-ishtirok. O'zi Red Bull programmamiz $100 edi. Buni sikka tushirdik 200 so'm. Bo'lib ham yana sovg'ani ko'p qilgan. 5 sovg'a. Ishtirokchimiz Qimmatbaho sovg'alar. Tagini oxirgisini olamiz. Oxirgi ishtirokchi. Oxirgi g'olib desak ham bo'ladi. Sabismillah kim chiqadi ekanini ko'ramiz. Ko'rib o'tirolmayman shundan. Muzaffar 077 degan mashinadagi ham Red Bull programma bo'lgan 19-dekabr kuni. Xudo xolasa yana 5 ta g'olibimizdan ko'rdingizlar. 5 ta g'olibimizni aniqladik. Endi bularni telefonimizdan xudo xolasa 3-yanvarni, 4-yanvarni, 5-yanvarda chaqirib, keyin yanvarda turishimizdan kimga nom sovg'a tushganini aniqlaymiz. Tushundingmi? zo'r, dahshat. 5 odam hammasi haqqoniy, bizda yolg'on yo'q, xudo xolasa. Bizlar kuzatishda davom etinglar. Bizdan zo'r konkurslarni, sovg'alarni ham kutib qolamiz. Rahmat sizga. Zo'r.